Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana shunday ajoyib va mazali bo'lgan baqlajonli salat tayyorlaymiz. Men 3 dona baqlajon ishlatdim. Ikkita katta va bitta kichik baqlajon. Baqlajonlarni mana shunday videoda ko'rsatilgandek qilib ikkiga bo'lib, undan so'ng o'rtasidan oxiriga yetkazmasdan kesib qo'yamiz. Ana o'sha joyiga biz sabzilarimizni solamiz. Mana baqlajonlarimizni hammasini orasidan ochib chiqdik. Ana endi buni qaynab turgan tuzli suvga solib 10 daqiqa qaynatib olamiz. Baqlajonlarimiz pishguncha qolgan masalliqlarni archib va to'g'rab. Men ikkita sabzi, bitta bolgarskiy, bitta piyoz va bitta chesnok ishlatdim. Videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta kanalimga like bosing, obuna bo'ling va kommentariya yozing. Men albatta hamma kommentariyalarni o'qiyman va javob yozaman. Mana barcha masalliqlarni archib oldik. Ana endi bularni yuvib to'g'rashga o'tamiz. Birinchi bo'lib sabzilarni mana shunday qilib qirg'ichimizdan chiqarib, somoncha shakliga keltirib olamiz. Mana sabzilarimizni ham qirg'ichdan chiqarib oldik. Ana endi bulg'or qalampirlarini somoncha shaklida to'g'rab chiqamiz. Piyozlarimizni ham to'g'raymiz. Birinchi bo'lib tavoga piyozlarimizni solamiz. Undan so'ng sabzilarni ham solib aralashtiramiz. Albatta tuz solish esimizdan chiqmasligi kerak. Biz ham solamiz. Ketidan bolgarskiylarimizni solamiz. Sabzi va bolgarskiylarimiz yaxshilab qovurilgandan so'ng shirin paprikadan solib yuboramiz. Mana sabzilarimiz ham qovurilib oldi. Ana endi buni alohida idishga olamiz. Va bunga ukrop, kasnik va ko'k chesnok qo'shdim. Ko'katlarni o'rtacha kattalikda qilib to'g'rashimiz kerak. Ko'k chesnok qo'shganim uchun oq chesnokdan bir tish qo'shdim. Qirg'ichning tishlariga chesnok yopishib qolmasligi uchun mana shunday oddiygina salafan qo'yib qirg'ichdan chiqarib oldim. Ana shunda qirg'ichga chesnoklar yopishib olmaydi. Toza holda qoladi. Va mana shunday qilib chesnoklarni tushirib olamiz. Ana endi yaxshilab aralashtirib olamiz.
Tuzlarini ko'rib, kam bo'lsa, albatta tuz qo'shamiz. Ana endi qaynab bo'lgan baqlajonlarimizni suvini mana shunday qilib siqib olamiz. Men baqlajonlarimda unchalik ko'p suv chiqmadi. Ana endi eng oxirgi etapi sabzilarimizni baqlajonlarimiz ichiga mana shunday qilib chiroyli qilib solib chiqamiz. Bunga ixtiyoriy achchiq paprika yoki murch ham qo'shishingiz mumkin. Mana baqlajon salatimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rinishi juda ham ajoyib, ishtaha ochar. 3tasini hozir yeyishimiz uchun olib qo'ydim va qolganini konteyner idishga solib, xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Boshqa kunlar ham maza qilib yeyishimiz uchun. Hammaga rahmat, yoqimli ishtaha.